Ko'pchilik talablariga binoan sochim rangini to'qroq rangga o'zgartirmoqchi bo'ldim va Farg'onaga borganimda sразу masterimga borib sochimni bo'yattirishni boshladim. Masterim judayam yaxshi. Sochimni doim o'zim xohlaganimdaqa qilib qo'yadi. Qirqtiramanmi, bo'yattiramanmi farqi yo'q. Doim o'zim xohlagandaqa qilib beradi. Menga eng ko'p tushadigan savol, sochingizni qanaqa kraskaga bo'yadingiz? Sochimni doim SL kraskasiga bo'yaymiz, lekin raqamini bilmayman, chunki 2 xil 3 xil kraskani aralashtirib bo'yashadi, чтобы bitta siz xohlagan rangni chiqarguncha har xil ranglar aralashtirib ko'rishadi o'rtoqlar. Agar bu videoni farg'onalik qizlar ko'rayotgan bo'lsa, men sizlarni Anora Weddingga chaqirib qolaman. Anora Weddingda har xil masterlar bor. Ulardan bittasi meni sochimni qilayotgan opa profillarini istoriyamga kirsalaring, atmetka qilib ketaman. Bemalol profillariga o'tib, gaplashib, yozilib borsalang bo'ladi. Narxlari ham arzon. O'zingizlar xohlagan ranglarni ko'nglingizdagi qilib chiqarib beradi. Keyin sochimni qaranglar, qanaqa chiroyli jingalicha qilib qo'ydi. Valah ko'rishinglar mumkin. Sochim rangi yarashganmi? Uje shu rang menga o'tirdimi? Endi aytib ketinglar, doim sariq yarashmaydidir. Kommentariyada fikringlar kutib qolaman. Master kerak bo'lsa, istoriyamdan ko'rishinglar mumkin.